sevgan qizingiz bloger bo'lsa, buni qanaqa qabul qilasiz? Noto'g'ri qabul qilaman. Qanday noto'g'ri qabul qilasiz? To'g'ri kelmaydi. Mashhur bidak bloger bo'lsa Mentalitet to'g'ri kelmaydi. Rashk qilasizmi? O'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi. Nimaga qabul qilmaysiz? Nimasi yomon? Hammani ko'zi tushyapti menga. Endi uni ikki xil bor-da. Xo'p. Agar qiz aytganini qilib, boshqa narsalarni qilib yursa, uni yomon qaramayman bu narsaga. Xo'p. Bu ham bir tipa biznes-ku. Конечно, yaxshi. Da, agar Zamonaviy. da, zamonaviy, agar nimasi me'yoridan o'tib ketsa, endi o'zi erkak kishi uni chidamaydi deb fikrlayman. Qabul qilmayman. Nimaga qabul qilmaysiz? Bu shaxsiy fikrda. Xo'p, Endi mayli Instagramda o'zini kontentlarini olib borishi mumkin, lekin bloger bo'lib, misol uchun taniqlilar bor-ku, qo'shtirnoqchilar, Lil Quramovlar. Unaqa bo'lib ketishiga yo'l qo'ymayman. Kelajakda sevgan qizim bloger bo'lsa, endi vaqt ko'rsatadi bu narsani. Xo'p. Bloger bo'lsa, menimcha to'g'ri kelmaydi. Bu savollar anchagina bahsga sabab bo'lishi mumkin. Sizcha, sizning fikringiz qanday? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring.